Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Siz bilan Kutubxona FM va boshlovchingiz Sabohat Xolquziyeva. Bugun 28-oktyabr kuni Sharaf Rashidov nomidagi Jizzax viloyat axborot kutubxona markazida katta va mas'uliyatli tanlov. Yilning eng yaxshi axborot kutubxona mutaxassisi an'anaviy ko'rik tanlovi bo'lib o'tmoqda. Mazkur tanlovning bosh maqsadi yurtimizda axborot kutubxona sohasida fidokorona mehnat qilayotgan xodimlarni qo'llab-quvvatlash, ularning kasbiy mahoratini oshirish hamda eng faol, ijodkor va tashabbuskor kutubxonachilarni aniqlashdir. Tanlov davomida ishtirokchilar o'zlarining bilim, mahorat, innovatsion yondashuvlari hamda kitobxonlikni targ'ib etish borasidagi faoliyatlarini namoyish etadilar. Bu kabi tadbirlar nafaqat kutubxonachilar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini yaratadi, balki jamiyatda kitob va mutolaa madaniyatini yuksaltirishga ham xizmat qiladi. Albatta, axborot kutubxona xodimlari jamiyat va ma'naviyat hayotining tayanchi, kitob va bilim dunyosiga yo'l ko'rsatuvchi fidoyi insonlardir. Ularning mehnati orqali yoshlarimizning dunyoqarashi kengayadi, kitobga bo'lgan mehr ortadi. Shu bois bugungi tanlov barcha ishtirokchilarga ilhom bag'ishlab, ularning tajriba almashish, o'z ustida ishlash va yuksak maqsad sari intilishlariga turtki bo'ladi degan umiddamiz. Biz esa Kutubxona FM jamoasi sifatida ushbu tanlovning barcha bosqichlarini diqqat bilan kuzatib boramiz. Tanlov jarayonlari, ishtirokchilarning chiqishlari va g'oliblarning hayajonli onlari haqida sizni keyingi ishtirokchilarimizda batafsil tanishtirib o'tamiz. Shunday ekan, biz bilan birga bo'ling, aziz tinglovchilar. Kutubxonachilik sohasining eng faol, eng fidoyi va eng iqtidorli mutaxassislari bilan tanishish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Siz bilan Kutubxona FM edi. Kitob bilan yashang, bilim bilan yuksaling.